Bu yer yuzidagi topgan narsamni hammasi vaqtinchalik. Bugun men yer yuzida bir narsaga ega bo'laman. 60 yildan keyin kafolat berib aytaman, uni boshqa odam foydalanayotgan bo'ladi. Men minib yurgan mashinani 50 yildan keyin men aniq kafolat beraman, u yo'qolib ketgan bo'ladi. 60 yildan keyin asta-asta meni nomim ham eski varaqda qoladi. Qog'ozda qoladi. O'sha ham asta yirtilib u ham yo'qolib ketadi. Hech kim eslamaydigan ham bo'lib qoladi. Lekin hech qachon yo'qolib ketmaydigan narsa bor. U ham bo'lsa, bugun ruhiy hayotda nima yig'ayapsan? Ana shu hech qachon o'chmaydi. Abadiyotda oltin harf bilan yoziladi. Shuni paydo bo'laylik. Bu vaqtinchalik ekan. Qisqa vaqt 50 yil. 60 yildan keyin hech kimning nomi ham qolmaydi bu yerda. Mana shu kulib turgan chehralarimiz ham yo'qoladi. Yolg'on emas bu. Buni hamma biladi. Lekin beparvomiz. Bundan ham muhim narsa bor. Yo'qib ketmaydigan narsa bor. Uni o'g'ri ham o'g'irlay olmaydi. Ana shuni paydo bo'laylik. Bu ham bo'lsa osmon shohligi. Bugun Xudoga xizmat qilyapsiz. Ruhiy xizmatlarda qatnashyapsiz-ku, hisobga olinadi. Chunki kalomni Xudoning amrini bajaryapsiz. Ruhiy xizmat tashkil qilinglar degan. Ba'zilarning odatidek yig'ilishlaringni qoldirmanglar degan Xudoning amri bor. Bugun bajaryapsiz. Qanaqa motivda men bilmayman, lekin qilyapsiz, ishonyapsiz. Bunda katta mukofot bor. Mana shu yozilyapti. Lekin hozirgi vaqtingizni boshqa joyda o'tkazishingiz mumkin emas edimi? Mumkin edi, lekin ana shu narsa yo'qolardi. Lekin bu yerda o'tirganimiz yo'qolmaydi. Zota moy yig'yapmiz, moy. O'sha bir kun podshoh kirib keladigan kun keladi. Moy nima desa, Xudoga qilinayotgan ruhiy xizmatlarimiz moy yig'yapmiz. Idish degani bugun meni tanam. Lekin meni tanamda ikkita tabiat bor. Xudoning tabiati va bashariy tabiat. Qaysini ko'proq boqaman-ku, o'sha kuchayadi, qaysini boqmasam, o'sha kuchsizlanadi. Agar men bugun bashariy tabiatimga xos bo'lgan narsani boqaman-ku, hirsli ko'zlar, maishatga oid kibr havo, ochko'zlik, hamma tanaga yoqadigan narsalar. Ana shularni boqaversam, ular kuchayib ketaveradi, men ruhiy hayotim o'laveradi. Keyin kalom o'qingiz ham kelmaydi, ibodat ham qilgingiz kelmaydi. Jamoatga ham kelgingiz kelmaydi. Kuchsiz bo'lib qoladi. Ana shu payt o'lishi ham mumkin u tabiat. Kecha Zoomda yig'ilgan paytimizda bir birodarimiz shunaqa so'z aytdi-da, Iso tirilganiga ishonasanmi degan. Ha desa ko'rsat deb aytgan. Qanday ko'rsataman? Ko'rsatqani degan. Endi tushunibman deydi. Uni ko'rsatish qanday? Hayotingda ko'rsatilishi kerak. Tirikligi namoyon bo'lishi kerak. Shu uchun Iso Masih tirildi desak, amin. Haqiqatan tirildi. Qayerda? Hayotimda tirildi. Xudoga shukr. Shu uchun bu eng katta bayram bilan hammalaringni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Iso tirildi, amin. Iso Masih tirik, u oddiy odam emas, u gunohkor odam emas. U gunoh qilmagan zot. Ana shunga umid bog'lagan odam. Haqiqatan bizlar bugun ozodmiz. Iso Masih tirilgan faqat tilimda bo'lmasin, meni hayotimda tirilgan bo'lish kerak. Bizlar baxtli odam. Hozir tushunmaymiz. Balkim hozir Isoni qabul qilgan paytimizda badanlarimiz vojillab, orqalarimiz bijlab ketmasligi mumkin. Lekin men sizlarga aytayapman, bu real, bu haqiqat bu. Ana shu Iso qaytib keladi. Ishonasanmi, ishonmaysanmi, hamma uchrashadi bilan. Iso Masihga butun hokimiyat bergan, insoniyatni hukm qilish qudratini faqat Iso Masihga bergan. Bironta payg'ambarga berilmagan. Hamma payg'ambarlar ham najot kutib yashayapti. O'lgan bo'lsa ham najot kunigacha kutyapti ular hukm kunini. Lekin Iso aytadi, ana shu hukm qilish menga berilgan deydi Iso. Xudo hammalaringizni barakalasin. Ibodat qilamiz va yig'ilishimizni yakunlaymiz. Osmonni yerni yaratgan